2022 yil Damas'imiz 200 dollar bilan chiqadi. Boshlang'ich to'lov, tan narxi 6000. Ketdik dalga. Azizlar, bugun 25-yanvar, haftaning yakshanba kuni Samarqand Moshina bozorida biz moshinalar sizlarga obzor qilib o'taman. 2021 yil Damas'imiz 450 dollar bilan chiqadi. Boshlang'ich to'lov, tan narxi 5600. 2022 yil Damas'imiz 200 dollar bilan chiqadi. Boshlang'ich to'lov, tan narxi 6000. Ketdik dalga. 2025 yil Damas'imiz bor. Tan narxi 6600, 400 dollar boshlang'ich to'lov bilan chiqadi. 2023 yil Damas'imiz bor. Tan narxi 6600, 750 dollar bilan chiqadi. 2023 yil Damas'imiz bor. Tan narxi 6500, 650 dollar bilan chiqadi. 2024 yil Damas'imiz bor. Tan narxi 6800, 750 dollar bilan chiqadi. Dalsh ketdik. Navarotishdagi akalar biz uchun apelsin rang li salon qilingan Damas'imiz 2024 6200 kilometr masofani bosib o'tgan. Tan narxi 7450, 1450 bilan chiqadi. Hozir 1 sekund. 2023 yilda ishlab chiqarilgan Damas'imiz. Tan narxi 6800, 750 dollar bilan chiqadi. 2023 yilda ishlab chiqarilgan Damas'imiz. Tan narxi 6500, 650 dollar bilan chiqadi. Yana bitta sizlarga tuning qilingan apelsin rang 23 ni ko'rsataman. 2023 tan narxi 7000, 1200 dollar bilan chiqadi. Bitta dis baloniga e'tibor beringlar. Dis baloniga bozorda Qani. Pashkaki? Mashinalarimiz hammasi navarot qilingan, shumka, gaz balon, dis, chexol, poli, hamma narsasi bor. Murojaat uchun pastda telefon raqam qoldiramiz, murojaat qilishlaringiz mumkin. Bilmaganlarga ofisimiz manzili Samarqand shahar, Erkin savdo Sartepa chorrahasida. Kutib qolamiz.